Ya hoppalaringni deb bu nima jinnilik bu nima jinnilik? Mana buni ko'rmaysizmi? Mana bu ona nimaga mana bu nima bu? Mana bu chizmading mana bu nima bu? Bu bitta eshak miya degan bir jonzot bor. Tanisanglar kerak. Bu Texnazor degan bir mavjudot bor. Eshak miya ana shunga bu chizmachilik kelgandan shu chertyoj qarashni bilmaydi. Qanaqroq bo'lish uchun chizilgan bilasizmi? U shundoq keladi. Nima qayerda joylashadi? Stral nima shu monitasi bo'ladi shu u shunday ko'rish kerak bo'ldi. Eng qizig'i bilasizmi nimada? Mana bu unitazda ko'ryapsiz ha, unitaz. Mana bu rakovina qo'l yuvadigan, oyoq yuvadigan joy. Agar yerdan ikkita bolitmi, sho'rikmi, gaykami, samarizmi shunga olinadigan joy agar mashinani 1 santimetrga o'tib ketib qolsa, o bu eshakni Texnazor ko'rsangiz bu asablaringiz qaynab ketadi, bo'lmaydi deydi. Mana bu yerda nima aloqasi bor? Mana 20 santimetr tepada turadigan rakovina bor. Shuni tagiga o'tib ketsa, yo'q bo'lmaydi deydi. Ha nimaga bo'lmaydi desa, u shu darajaga tobli bu issiq beradiganki, mana shu rakovina 20 santimetr poldan baland tursa ham erib tusharmish. Eribmish. Voy! Ya hoppalaringni deb solvorgalaring keladi. Buni qurilishga ishlaydigan onalarning qurilishga ishlaydigan ustalar buni yaxshi tushunadi. Shuning uchun ko'ngilga sinadigan bunaqangi ishlarni tekshira olmaydi. Keyingi videolarda ko'rsataman, albatta kuzatib boring. Qanaqa Texnazor tekshirib olishi millimetrga tekshira oladi.